Aziz kuzatuvchilar, Denov tumanidan necha yoshdasiz? 37 yosh. 37 yoshli patsientimiz ichki 4-bosqichli gemoroylari va juda ko'p qon ketish asorati bilan bizga keldilar. Denov tumanida qon ko'p ketganligi sababli reanimatsiyaga tushganlar. Hozir keldilar, hozir biz lazerli operatsiyaga tayyorladik. Lazerli operatsiyani boshlaymiz. Sizlarga keyingi natijani ko'rsatamiz. Aziz kuzatuvchilar, biz lazerli operatsiyamizni boshlayapmiz. 37 yoshli patsientimiz 34 gemoglobin bilan bizga kelib tushdi. Qon quydik, gemoglobinni ko'tardik va hozir lazer operatsiyasini boshlayapmiz. Gemoroylarni to'liq bartaraf qilamiz. Ha, nima deysiz aka? G'ayrat aka, mana lazerli operatsiyangiz tugadi. Qanday bo'ldi aka? Og'riq bo'lmadimi? Og'riqdan sezilmadi. Yaxshi o'tdimi aka? Yaxshi. Siz qo'rqqan edingiz a? Kirishdan oldin. 5 yil, 6 yildan beri qo'rqib 5-6 yildan beri qo'rqardingiz a? Akajon, mana tugadi, hammasi yaxshi bo'ldi. Lazer bilan hamma gemoroylaringizni kuydirib yo'q qildik aka. Hammasi zo'r. Lazerli operatsiyaga qanday baho berasiz? Qo'l bilan ko'rsating. Bo'ldi, 5 ta. Aziz kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Lazerli operatsiyamizning natijalarini sizlarga ko'rsatib, havola qilib boramiz.